Yeni Istanbul kitobining 3-uniti. 3-uniti lug'ati. 3-uniti lug'ati. Hozir shuni vaqtida tayyorlab qo'yganman. Turkcha, o'zbekcha lug'at qilib anni ona, ayni bir xil, bali balet, bovul chamadon, berober birga, bilet chipta, bilgisayar o'yini, kompyuter o'yini, borch, qarz, bo'sh zamon, bo'sh vaqt, bufet, dars, degishik, boshqacha, turli, dishari, tashqari, dizi, serial, ekonomi, iqtisod, erkin, erta, eski, ish, turmush o'rtoq, ev xonimi, uy bekasi, fabrika, zavod, farqli, har xil, turlicha, fikr, film, futbol matchi, futbol o'yini, kech, gezi, sayohat, gitar, go'stri, tomosha, ko'rgazmali chiqish, hafta ichi ish kunlari, havo, hayot, hazır, tayyor, hadya, sovg'a, har kun, hafta, yoz, hayajonli, hech bir zamon, hech qachon, huquq, ish yeri, ichkariga, ish yeri, ish joyi, ish odami, tadbirkor, ishchi, kompus, kanepe, divon, kabob, qizg'in, jahldor, g'azablangan, konsert, kufor, sartarosh, ayollar sartaroshi, klub, letr, match, o'yin, sport, ma'aza, do'kon, manikyur, market, supermarket, musa'id, bo'sh, qulay, mushtari, mijoz, muzey, normal, oddiy, opera, o'yin, tush payti, o'rangi ishlari, talabalar bo'limi, pijama, restoran, resepsiyonist, rezervation, bron, reportaj, intervyu, sog'liqli, sog'lom, seans, sergi, ko'rgazma, sinema, kinoteatr, city, turar joy majmuasi, sharqi, qo'shiq, shimdi, hozir, she'r, terlik, shippak, teatr, tur, sayohat, turli xil, uygun, mos, qulay, vapur, parom, yalan, yolg'on, yanglish, noto'g'ri, yarin, ertaga, yazar, yozuvchi, yemakxona, oshxona, yangi, yo'lchi, yo'lovchi, yo'rim, izoh, fikr, yurt, yotoqxona, zamon, vaqt.